Xo'p, azizlar, eksperimentimiz davom etadi. Mana soatimiz 2:10 bo'ldi. Mana Google'da точно ko'rsatadi nimani? Temperaturani -3 ko'rsatyapti, lekin bizda qirimizda hop -4. Bismillahirrohmanirrohim. Hop. Katyol yonish jarayoni mana. Ventilyator ishlaganda mana shunaqa yonadi mana katyol. Bitta qizdirib olgandan keyin va ana o'zi o'chdi. Xo'p, bitta qizdirib olgandan keyin o'zi xalaslash yonib o'chib bitta nimada ushlab turaveradi. Men endi hozirgi holatda 60 gradusda nima qilyapman? 60 gradus yoqyapman. Buni xohlasangiz agar mana bunday ko'tarib, xo'p, qani mana 80, 90 ga qo'yishingiz mumkin. Endi menga unaqa issiq kerak emas. Issiq kerak emasligi uchun mana shunaqa holatda yoqyapman. Menga 5 dan tushib ketmasa bo'ldi. Ozgina ko'mirda ta'sir qildi. Hop, 7. O'rtacha 7 mana soat bu yerda ham 2:17 bo'lyapti. 7. Agar men termostatdan gradus qo'shadigan bo'lsam, yana ko'tariladi, lekin ko'mir rasxodi oshadi. Xo'p, azizlar, soatimiz 4:08. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, 4:08 bo'lsa, necha soat bo'ladi? 7 soat. Mana katyolning yonishi. Xo'p, yarimdan ozgina pastroq holatga yetib ketdi. Xo'p, 60 gradusda turibdi podachi. Va obratkadan 50 qaytib chiqyapti. Hop. Katyolimizda yog'imiz 48 va obratga beryapti. Bu yog'im shunaqa deyarli. Hop, endi ochib ko'ramiz. Bismillah. Hop. Ana issiq ekan, ilojini boricha ko'rsatishga harakat qildim azizlar. Soatimizga qaraymiz endi. Soatimiz millari 9:05. 9:05. Ro'parasa 12 soat bo'ldi. Uni o'chiraylik. Ventilyatorda bo'ldi. Endi hozir uje ko'mir yonib bo'ldi. Ko'mir yonib bo'ldi. Dalshi temperaturani ko'tara olmaydi baribir. Shuning uchun o'chiraman. Yana bir bor ko'rsatib o'taman. Mana o'sha oxirgi nimalarimiz qonlari. Shu yonib bo'ldi, endi bo'ldi. Bu yog'iga yonmaydi. Va ventilyator qo'shib tursa, cho'qi ham turmaydi. Shunday ekan, azizlar, 12 soat yondi arishga ko'mirimiz. Xo'p, nimani ham uzib qo'yay. Nasosni ham uzamiz. Chunki foydasi yo'q endi. Bismillahirrohmanirrohim. Hop, issiqxonamizga kiramiz azizlar. Hop, 10 gradus. 10 gradusga chiqqan, quyosh chiqqani hisobiga
Уже mana plyusovoyga o'tdi. Kechqurun nechida? Oxirgi marta 4 da kirdik. Keyin men 5 larda уже uyquga yotdim. 5 larda uyquga yotganimda -6 beryapti turibdi. Tashqaridagi gradus -6 ko'rsatyapti turibdi. Endi bugun ham deyarli shunaqa ko'rsatyapti, -6 ko'rsatyapti Google. Mana уже quyosh chiqqan hisobiga tepadan kondensatlar oqishni boshladi. Plyonkamiz aytib o'tgandek bir qavat issiqlik usholmagani sababi ham shunda. Bir obunachimiz fikr bildirib o'tibdilar. Termiz bo'lmasa, issiqlikni ushlash qiyin baribir. Bir qavat plyonkadan baribir ancha nima deydi? Sovuqlik yaxshi o'tadi. Ko'zimizni bir yumib ochamiz va yana kech kirdi. 2024-yil 1-yanvar kechki soat 8 larga yaqinlashyapti. Qarshimizda 4 ta paqirda Qozog'iston berilma ko'miri. Bunga qadar biz Qozog'iston arishka ko'mirini sinagandik. Endi bo'lsa Qozog'istonning berilma ko'mirini sinab ko'ramiz. Bu arishkaga qaraganda uzoqroq yonadi, lekin juda ham sassiq bo'ladi. Shuning uchun bu pechkalarga, xonadonlarga yoqish tavsiya etilmaydi. O'sha vagonlarda kelganda ham o'sha qog'ozga yozilgan bo'ladi. Faqatgina ishlab chiqarishlarga, katyollarga, xonadonlarga tavsiya etilmaydi. Agar bir shamol pamol bo'lib pechasi bilmay qoladigan bo'lsangiz, ozgina tutab qo'ysa ham buni tutuni yomon qiladi. O'ta ham sassiq ko'mir. Xo'p, vaqt olmasligi uchun faqirlarga men tayyorlab qo'ydim. Va baribir sizlarga ko'rsataman. Hammasini 8 kilodan qilib qo'yganman. 600 gramm faqirga chiqarib tashlagan holatda mana tarani chiqarib tashlamayman-da, ko'mirimizni qo'yaman. Ha bu 70 o'q qoldi. Mana 10 gramga rozi bo'lasizlar. Azizlar, bu viddan qochirmaymiz, yonimizga qo'yamiz. Ikkinchi faqirimiz mana 860. Uchinchisini qo'yamiz. Bu ham 860. 60 deganim 600 gram ya'ni. Va to'rtinchi faqirimiz ham 8600. Xo'p, katyolni nimalarni, kunlarni olib tozalab qo'ydim. Uzoqdan ko'rsataman hech narsa yo'qligini, agar ichida ko'pir bo'lganda hozir to'kilib chiqqan bo'lardi. Xo'p, katyolimiz bo'm-bo'sh ko'rsatdim buni va ko'mirni solishni boshlaymiz azizlar. Asosan tagiga kattalarni sovuraman. Yo'qsam ko'rinadimi? Kattalarni sovuraman. Baribir ozgina to'saman ekan azizlar. Chunki kattalarni yuqoriga soladigan bo'lsam, ozgina qiyin bo'ladi yonishi. Shuning uchun va paratga qilib solmaydigan bo'lsam 40 kilo ko'mir sig'mas ekan azizlar. Shuning uchun ham qarab burchalarni ham to'ldirib solib chiqaman. Ikkinchi faqirimiz ketdi. Endi bo'lsa uchinchisini solamiz. Xo'p, uchinchisi ham ketdi. Va to'rtinchisiga hozir mana 8 kilodan 4 ta faqirimiz ketdi 32 kilo. Xo'p, mana azizlar sizlarga mana bu berolma ko'mir. Shu yerda arishka ko'mir ham bor edi. Farqini ko'rayotgan bo'lsalaring, arishka ko'mir va berolma ko'mir, arishka ko'mir yaltiroq bo'ladi. Berolma ko'mir bu darajada yaltiroq bo'lmaydi. Keyin menga shuni tuyulyaptimi? Berolma ko'mir og'irroq nisbatan arishkaga qaraganda. Hozir 32 bo'ldimi yana? Yana kattasi tushdi-da. Bu yonish qiyin bo'ladi. Yuqori qismiga buni qo'ya olmayman. Agar e'tibor bergan bo'lsalaring, arishka ko'mirimiz 40 kilo emas, 37 kilo bo'lganida 800-900 bunday qilinadi. 800-600 bo'ldi rosa. Ha, bu mana to'shni endi 40 kilo bo'ldi. Buni ham hisobga olasizlar. Arishkani sig'magani hisobiga 3 kilo kam soldik. 40 kilo sig'madi arishka ko'miri, chunki pastidan bir palatga qilib terib chiqmadim o'zim. Xo'p, ustidan mana o'tinlarimizni solamiz. Oldindan tayyorlab qo'yilgan. Endi ozgina gapirib turaman azizlar, videoni uzmasligim kerak baribir. O'zlaringda ahmoqdek his qilmayotgan bo'lsalaring bo'ldi, chunki bir videomizda o'sha pecha haqidagi videoda bir akamizni, ukamizni bilmayman yozibdilar, shuncha odamni ahmoq qilyapsan. Birorta nima guvohing yo'q yoningda. Bitta o'zi videoni olyapsan-da, odamlarni ahmoq qilyapsan deb yozibdilar ukamiz. Endi qani, bunaqa guvohim bo'lsa qani edi. Lekin kechasi uxlamasdan kim bilan eksperiment qiladi? Shuning uchun endi agar men yolg'on gapirib kimdir aldayotgan bo'lsam, hammamizni boradigan joyimiz bitta. O'sha yerda hammamiz ham javob beramiz. Hammamiz qilgan amalimizga. Shuning uchun bunaqa fikrlarni bildirmasligingizni iltimos qilgan bo'lardim. Lekin videomizda birinchi
qismi chiqqanda kommentariylarni o'qib to'g'risi xursand bo'ldim. Chunki ancha iliq fikrlar bildirishibdi. Mana shunaqa iliq fikrlardan keyin odam ilhomlanadi. Yana ham ko'proq foydali video chiqargisi keladi odamlar. Endi belolma ko'miri ozgina o'ziga olishi qiyin bo'ladi. Olovni shuning uchun o'rik o'tindan bir 3 dona tiqib bordim. Mana shuni bekor ushab oldim deb pechatkasiz. Benzinim tugab qolibdi azizlar. Vertyonka ozgina quyib oldim baklashkaga. Vertyonka bilmaganlarga, vertyonka bu ekskavatorlarga quyiladi, gidrobachokka. Ne только ekskavatorga, xullas gidrobachoklarga quyiladi. Bu ham juda ham yaxshi yo'naladi. Bir paytlar ekskavatorimiz bo'lar edi. O'sha ekskavatordan qolgan vertyonka. Mana. Xo'p. Kerak bo'lib qoldi mana baribir. Bismillahirrohmanirrohim. Bu to o'zi olov hozir yovib olgungacha 1 minut vaqtlaringni olaman. Ozgina obunachilarim bilan gaplashmoqchiman. Ya'ni bir minnatdorchilik bildirib qo'ymoqchiman. Yuqorida aytib o'tganimdek juda ham iliq fikrlar bildirishdi obunachilarimiz. Shuning uchun mana hammasi mehnatlaringiz rohatini ko'ring iloyim deb yozishgan. Juda ham chiroyli kommentariylar yozishibdi. Albatta Yakubov Mama Sodiq akamiz juda ham chiroyli kommentariy yozibdilar. Aka, sizda obunachilar ko'paysin. Fikrlaringiz juda ham menga yoqdi. Sizlardaqa motivatsiya beradigan obunachilarimiz borligidan xursandmiz juda ham. Sizlar shuni qo'llab-quvvatlab tursalaring, yana ham foydali videolar ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Yo'lda akamiz yozyaptilar. Ey katta rahmat aka, xursand qildingiz. Yangi yil bilan aka. Dehqonchilarga Alloh baraka bersin. Rahmat aka. Xo'p, shu narsani so'chirib keyin skorost almashtirish kerak. Assalomu alaykum. Ishlaringiz rivojini bersin. Men bugun obuna bo'ldim. Sistemada qancha suv bor? Va alaykum assalom. Salayib Said Mahmud akamiz. Sistemada aka 444 litr turbalarda suv bor va 62 litr katyolimizda suv bor. Общий 506 litr bo'lyapti. 506 litr suv bor ekan. Hop, inshaalloh suhbatlashamiz. Bir akamiz yozibdilar. Ustiga termos bo'lsa agar kamida 15 gradus bo'lardi. Shu holatda 1 kvadratda issiqlik batari 50% dan kam bo'lmaydi. Fikringizga 100% qo'shilaman aka. To'g'ri termos bo'lganda indamasdan 15 gradus ushasa bo'ladi. Assalomu alaykum. Shukurjon, papayalar nima bo'ldi? Va alaykum assalom aka. Papayalarimizdan xabaringiz bo'lsa, bittasinigina ko'klat olganmiz, qolganlari qurib qolgan. Uni ko'rsataman inshaalloh. Xo'p, assalomu alaykum degan tushlarga e'tibor bermang. Aka, rahmat, fikrimizni inobatga olib video qilibsiz. Va alaykum assalom, rahmat sizga ham. Assalomu alaykum. Ustoz o'rmisiz yangi yil bilan tabriklayman. Banachilik bilan qanchadan beri shug'ullanasiz aka? Endi 8 oy, 9 oy bo'ldi boshlaganimizga. Biz ham yangimiz bu sohada. Katyolni qanchaga olgansiz va qayerdan? Katyolni 8 millionga olganmiz Farg'onadan. Lekin atablina qilish haqida videomiz bor aka. O'sha videoga kirib ko'radigan bo'lsangiz, katyolni ishlarigacha qanaqa qurilgan, qanday sistemada yasalgan hammasini ko'rsatganmiz aka. Ko'rib o'tasiz inshaalloh. Xo'p, azizlar, endi ko'ramiz. Mana o'sha o'tin yonib, ko'mirga o'tishni boshladi. Bu belolma ko'miri. Endi soatimizga qaraymiz. Soatimiz millari 20:23. 20:20 deylik. Xo'p, 8:20 dan mana boshladik. 100 gradusdan 60 ga yetib borib qolyapti. Sanoxod qilib ochib qo'yaman va 1 soatdan keyin chiqib nasos yoqib qo'yaman. Endi bu safar har 2 soatda emas, hatto 4 soatda chiqay, chunki kecha har 2 soatda chiqib to'g'risi uxlay olmadim, charchab qoldim. Bugun kuni bilan limon butadim. Shuning uchun bugun uxlab olaman ozgina. Bismillahirrohmanirrohim. Azizlar, katyolxonamizga kirdik. Katyolimiz xalosli holatda ishlayapti, o'chgan. Tak, 60 dan qaytyapti. Obratga esa 50. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Katyolimiz xalosli holatda ishlayapti mana. Hozir soatimiz millari. Xo'p. Mana qarang, ro'parasi 3:20. 8:20 da yoqqandik, bo'ladi 7 soat bo'ldi mana. 7 soat bo'libdi. 7 soatda juda ham yaxshi rezultat, lekin hech qancha kamaymagan. Yarmdan baland holatda demoqchiman, kamaygan albatta. Endi esa issiqxonamizning temperaturasini ko'rib qo'yamiz. Chunki bu issiqroq bo'lyapti kechaga nisbatan.
kecha soat 2 da hop mana 9 gradus bo'lyapti. Kecha soat 2 da chiqib gradusnikka qaraganimda -4 ko'rsatayotgandi. Bugun esa -2 ko'rsatyapti. Shuning uchun bugun issiqroq. Shuni hisobiga issiqxonamizda temperaturasi ham balandroq. Xo'p, bugun 12:30 da chiqishim kerak edi. 12:20 da uxlab qolibman. Ozgina kechroq chiqdim. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar azizlar. Kuzatishda davom etamiz. Xo'p, azizlar, soatimiz 7:23. Mana uje tong yorishib 7:23 bo'ldi. Xo'p, xalostoy holatda ishlayapti kotel. Mana uje pasayib, ancha ozayib qolgan. Obratkamizdan 50 qaytib chiqyapti. O'rtacha 8 gradus, 7.9. Tashqarida -4 bo'lyapti hozir. Mana bu esa mana yonishi. Ventilyator ishlagandagi yonishi. Azizlar, mana ko'mirimiz уже yonib bo'ldi. Ostida ozgina qolgan, lekin ko'rib turganingizdek 50 dan tushgan. Termodatchigimiz va bu yog'imizda mana pastda bir xil ko'rsatyapti. Endi darscha eksperimentni davom ettirishning foydasi yo'q, chunki bo'ldi, ko'mir yonib bo'ldi, temperaturani mana 50 dan ko'tara olmayaptimi, demak bo'ldi, pishdi degani bu. Xo'p, endi soatimizga qaraymiz. 10:13. 10:13 bo'pti. Почти 10 minut kam 14 soat bo'lyapti. Yana bir bor ko'rib o'tamiz. Mana. Mana azizlar, 14 soatga Qozog'iston berilma ko'miri yetdi. Azizlar, endi hisob-kitobga o'tamiz. Arishga ko'mirimizni 1 kilosini narxi 1700 so'm. 37 kilo ko'mir yoqdik, 62900 so'm bo'ldi. 62900 ga 12 soat yonib berdi. Xo'p, berilma ko'mirimiz narxi 1600 so'm, 40 kiloni yoqdik, 64000 bo'ladi, 14 soat yonib berdi. Endi bu narxlar bizda Oltiariqdagi narxlar boshqa joylarda farq qilishi mumkin. Shunday ekan azizlar, bu natija kammi ko'pmi o'zlaringiz aytib o'tasizlar. Men eng past gradusda yoqib o'tdim, 60 gradusda. 80 yoki 90 qo'yganimizda yana ham rasxod ko'payardi. Azizlar, video kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, bundan faqatgina xursand bo'laman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.